Qotillarning eng katta orzusi hech qanday iz qoldirmasdan yo'q qilishdir. Kinolarda biz iz qoldirmaydigan zaharlar haqida ko'p eshitamiz. Go'yoki inson yurak xurujidan o'ladi-yu, toksikologlar hech narsa topisha olmaydi. Xo'sh, zamonaviy tibbiyot va ekspertiza qarshisida haqiqatan ham ko'rinmas ajal bormi? Bugun tibbiy arxivda eng ayyorona zaharlar va ularning fosh bo'lishi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik eng xavfli va sezilmas zahar deb insulinni hisoblaydi. Nega? Chunki insulin inson organizmida tabiiy ravishda mavjud. Haddan tashqari ko'p insulin yuborilsa qondagi qand miqdori tushib ketadi va inson komaga tushib vafot etadi. Tashqi ko'rinishdan bu oddiy gipoglikemiya yoki yurak to'xtashiga o'xshaydi. Ilgari buni aniqlash qiyin edi, ammo bugun ekspertlar S-peptid tahlili orqali inson tanasi o'zi ishlab chiqargan insulin bilan tashqaridan yuborilgan insulinning farqini darhol aniqlashadi. Talli zaharlarning zahari deb ataladi. U hidsiz va ta'msiz. Zaharlanish alomatlari shunchalik sekin rivojlanadiki, shifokorlar buni oddiy gripp yoki asab kasalligi deb o'ylashadi. Sochlar to'kilishni boshlaganda esa allaqachon kech bo'ladi. Talli inson suyaklarida va soch tolalarida yillar davomida saqlanib qoladi. Bir marta shubha tug'ilsa, kriminalistik laboratoriya uni osongina topadi. Suksinilxolin bu modda mushaklarni bo'shashtiradi va nafasni to'xtatadi. Bir vaqtlar u mukammal zahar hisoblangan, chunki u tanada juda tez parchalanib ketadi. Bugun ekspertlar ushbu moddaning parchalanish mahsulotlarini, ya'ni suksinik kislota, hatto jasad chirigandan keyin ham aniqlash texnologiyasiga ega. Izsiz narsa yo'q demak. Aslida iz qoldirmaydigan zahar tushunchasi bu shunchaki yomon tekshirilgan jasad degani. Zamonaviy massa spektrometriya va xromatografiya qurilmalari inson tanasidagi moddalarni 1 milliarddan 1 bo'lagigacha, ya'ni nanogramm borasida ham aniqlab bera oladi. Qotil zaharni yashirishi mumkin, lekin u kimyo qonunlarini o'zlashtira olmaydi. Texnologiya rivojlangani sari qotillik qilish qiyinlashib bormoqda. Tibbiyot har doim jinoyatchilardan bir qadam oldinda. Arxiv yopildi, lekin sirlar tugamadi. Navbatdagi dahshatli haqiqatlarni o'tkazib yubormaslik uchun tibbiy arxivga obuna bo'ling. Esingizda bo'lsin, har bir jinoyatning ortida tibbiy iz qoladi. Ko'rishguncha, sizlar bilan Ra'noxon.